Xo'p. Assalomu alaykum do'stlar. Omonmisizlar? Inshaalloh, alhamdulillah mana yurtimizda qorlar ham yog'ib ketyapti. Saudiya Arabistonda havolar keskin darajada tushib ketdi. 25-30 gradus juda ham salqin. Madina ham Munavvarada, Makka Mukarramada. Dekabr, yanvar oylari narxlarning keskin tushganini e'lon qilgani, qor yog'sa ham, sovuq bo'lsa ham sizga e'lon qilgani chiqdim hojada. Inshaalloh Xudo xolasa sizlarga mana shu qor uchun like bosing. Ilohim har yili bizni yurtimizda qor yog'sin. Chunki yaqinda ko'rdilaring, o'zlaring nima bo'ldi? Chang. Nima bo'ldi? Chang bo'ldi. Juda ham og'ir chang bo'ldi. Yurtdoshlarimiz juda ham qiynalishdi. Changning orqasida. O'shuning uchun kommentariyaga inshaalloh yurtimizda har doim qor, yomg'ir o'z vaqtida, bizga foydali bo'ladigan darajada hamma yog'sin va inshaalloh juda go'zal bo'lsin. Do'stlar, Xudo xolasa gapimni cho'zmagan holatda sizlarga dekabr, yanvar oylari narxlarini to'liq qilib e'lon qilishga qaror qildim. Do'stlar, Xudo xolasa bizda 6 ta viloyatda reyslarimiz bor. Termizdan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan, Farg'onadan inshaalloh to'liq reyslarimiz amalga oshyapti. Xo'p, endi men sizga hozir kirib olsam, narxlarga o'tib olsam. Xo'p. Qarang, dekabr oyining narxlari inshaalloh keskin tushganini e'lon qilgan holatda 1050 dollardan. 1050 dollar. Bundan oldin kanalimga kirib bitta ko'ring, narxlarni 1100 dollardan qo'yganmiz. 50 dollar keskin tushiryapmiz. Men sizga har doim aytganman, Umra Abdulvohid kanalidan uzoqlashmang. Nimaga? Umra Abdulvohid kanalida har doim sizga kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Tur litsenziyaga tur firma. Umra Abdulvohid kanalidan ketadigan bo'lsangiz, yana chegirmali 30 dollarlik chegirmasi bor. Nima bu? 30 dollarlik chegirmasi bu bo'yinbog'. Har bitta umrachimizga beramiz inshaalloh. Undan tashqari firma nomidan beriladigan so'mka, kamzir va bejigina beriladi, Xudo xolasa. Eng asosiysi tur litsenziyaga tur ega firma. Do'stlar, Xudo xolasa sizlarga gapimni cho'zmagan holatda aytaman. Madina Munavvaradagi, Makka Mukarramadagi to'liq reyslarimizni jadvalini va u yerdagi sayohatlarni sizlarga aytib o'tgan bo'lsam. Xo'p, bizda Madina Munavvaraga primoy reyslarimiz ham bor, Jidda shahriga primoy reyslarimiz ham bor, Xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada, Makka Mukarramada necha kilometr gastitsada turamiz deydiganlarga, Madina Munavvarada 300 metr oldida gastitsamiz bo'lsa, Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr bo'ladi. Undan tashqari Madina Munavvarada, Makka Mukarramada 10 dan oshiq sayohatlarimiz bor. Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Qizil dengiz, Hiro g'ori, Xurmo bog'i, Qur'on zavodi, Qizil dengiz sayohatlari inshaalloh. Bu joylarda inshaalloh yurganingizda Xudo xolasa duo qilib qo'ying. Duoyingizni eslab qo'ying. Chunki mana oddiy misol, kecha kuni mana kecha bo'lgan voqea, men bu gapda o'tib ketmayman, o'zim mashina uchun mana shu videoni olamiz deyildi. Men fikrladim, o'tda ham chalg'itib olgan holatda bari qaytmasam olmaydi, chunki juda ham og'irlik bo'ldi. Tojikistonlik do'stimizni, qadrdonimiz, misol hamma musulmon, men o'zim ichimdagi gapni ayta olmayapman, hamma musulmon nima, hamma bir do'stmiz. To'g'rimi? Kecha bir inson kirib maktabda 15 yoshli go'dayni pichoqlab o'ldirdi. Xabarlaring bor, hammaning xabarlaring bor. Juda og'ir bo'ldi bu narsa. Ushashdi, boshqa bo'ldi. Qanday holda ketadi, undan xabarim yo'q. Duo qilib qo'yinglar, ota-onalariga, uydagilariga sabr bersin Alloh taolo. Sabrlariga ajrlar bersin. Bizni qo'limizdan keladigan narsa faqat shu. Boshqa narsa emas. Lekin nimaga ayniqsa musulmonlar bu holatga keldi? Buni menga qorong'u. Nimaga tanlanganlar ichida tojikistonlik musulmon bola bo'ldi? Shu narsa uchun bitta kommentariyada yozib o'tishlaringizni iltimos qilib qolaman. Chunki do'stlar, og'ir. Bu gap juda ham og'ir. Mana farzandingiz nima bo'lyapti? Uyingizda o'ynab yuribdi. Ko'zingiz oldida farzandingiz o'ynab kulib yuribdi.
O'sha farzand, endi o'sha insonni uyida farzandi yo'q. Bitta o'zingiz uchun mana shu gapimni ozgina his qiling. Bitta o'ylang. Do'stlar, xudo xolasa men video tugataman shu bilan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Deyishga ham o'zi o'ylanib qoldim. Bemalol xudo xolasa kayfiyat tushirmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.